Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tavhid bobiga oid 40 hadisni 14-hadisini o'qib o'rganib chiqamiz inshaalloh. 14-hadisimiz noshari, rukiya, tumorlar va isitma sovutmalar shirkdir. Shu haqida payg'ambarimizdan hadisini o'qib chiqamiz inshaalloh. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi men Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan albatta rukiya, tumorlar va isitma sovutmalar shirkdir deyotganini eshitganman dedi. Abdulloh Abu Davud rivoyati. Shu o'qigan ozgina hadisimizni hayotimiz tarzida amal qiladigan bandalar bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan duo qilib, iltijo qilib so'rab qolamiz. Shu ko'rgan videoyingizga bir dona like, podpiska bosib qo'ysalar ko'plab insonlarga ulashgan bo'lib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.